LG'larni 550-600 dollar sotiladigan paytlari o'tdi. Men sizlarga hozir 2 xil 8,5 kiloligini ko'rsataman. Ma'qul kelganini o'zingizlar tanlab olaverasizlar. Hop, birinchisi 8,5 kilolik, bu bir qavat oynali bo'ladi, rangi oq, 14 xil funksiyada ishlaydigan bo'ladi. 2 xil funksiyasida parovoy funksiyasi ishlaydi. Inverter DD motorli bo'ladi. Ushbu kir mashinamizni hozirgi kunda 395 dollar shaharchada dastavkasi bilan qilib beramiz. Endi yo'q, menga eng navorot modeli kerak deydigan bo'lsanglar, 8,5 kilolik eng oxirgi modellaridan bittasi. Bu uje 2 qavat oynali, rangini ko'rib turgan bo'lsanglar kerak, oddiy stanoy rang emas, rostagasim cho'ki eng oxirgi modeldagi rang. Xo'p, bu ham 14 xil funksiyada ishlaydi. Endi bunda nima qo'shimchasi bor deydigan bo'lsanglar, bunda Wi-Fi upravleniyali bo'ladi. Telefon orqali ham bemalol ulab boshqarsanglar bo'ladi. Unda 2 xil funksiyada ishlasa, bunda 17 xil funksiyasida par bilan urib yuvadi. Qo'shimchasiga turbovash 39 minutda xohlagan turdagi kiyimlarni ideal darajada yuvib beradi. Ushbu kir mashinamiz shu paytgacha 550 dollardan baland sotilgan. Hozirgi kunda bizga like bosib obuna bo'lib qolgan har bitta mijozimizga ushbu modelimizni bor yo'g'i 485 dollar qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, nomer adreslarimizni bilasizlar, bemalol aloqaga chiqib zakaz qilsanglar bo'ladi.